Baxtiyor Muhammad. Nosirovchi, Nosirov bormi? Jobirova. Men. Umarbekova Mubinaxon. Umarbekova Mubinaxon. Umarbekova Mubinaxon kelganmi? S harfini yozayotgan edik. La D. Bu kelasi zamonni bildiradi, to'g'rimi? Hozirgi zamonda qanaqa fe'l bo'ladi? Demak, 3 ta zamoni bor, fe'lni deb aytdik biz bilan. Demak, bolalar tushunarlimi? Mubina. Mubinaxon. Xo'sh, Mubina, ona tilida nechta zamon bor ekan? E'zozaxon, 3 ta demoqchimidingiz? O'tiring. Umarbekova, senga oynadan qarash yoqadi, shundaymi? Oynadan nimalarni ko'rasan? Daraxtlar, bulutlar, Yanachi? qushlar, samolyotlar. Bilasanmi? Kitob ham bitta oynaga o'xshaydi. Uni ochasan va butun koinotni ko'rasan. U yoqda osmon, samolyotlardan tashqari yana shuncha narsalar bor. Sen oynadan ko'ra olmaydigan narsalarni kitobdan ko'rishing mumkin. Rostdan shundaymi? Albatta, sen bir xil qushlarni va bir xil daraxtlarni ko'rib o'tirishni xohlasang, o'zing bilasan. Unda ertadan yangi oynalarni ochamizmi? Ha. Bo'lmasa, joyingga o'tir. Yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga